Hammaga assalomu alaykum. So'mboy.uz kanali ashaddiy muxlislari, e'tiborlaring mana bugun biz 2026-yil 16-fevral hafta kuniga dushanba biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Chek qishlog'idamiz. Akalar, do'stim Bahodir xonadoniga kelganmiz. Sotiladigan zotli buqalar bor desam adashib qolaman. Bir bosh buqamiz bor akalar. Endi xudo xolasa vaqti kelib bularni ham chaqirsa chiqarib beramiz do'stimizga. Ana shu Mickey Mouse buqamiz sotiladi. Tashqariga chiqarib sizlarga chiroyli kelishtirib beramiz. Xo'p akalar, buqani tashqariga chiqarishga harakat qildik. Endi bu mana sherlar yonidan chiqqisi kelmaydi. Ikkinchicha qaysarlik qildida. Chiqargani qo'rqdik. Tom bitta chiqib hozir misol remont bo'lyapti, yog'ochlar boshqalar bor. Mol qochib ketib, quvib yurmak debdi og'ayni. O'shaning uchun iloji yo'q. Şeyda chiqaryapmiz. Mol tashqariga chiqqanda rosmana ko'rinardi akalar. Mol o'ta baquvvat. Mickey Mouse ham o'ta baquvvat. Hop, bo'yi akalar 1.28 chiqdi. 1.30 minus. 1.25 plus qolaverasizlar. Mol o'ta polvon. Ko'ryapsizlarmi? Maza qilib boqsangiz kayib beradi. Bu barakasi ham zo'r bo'ladi. Sifat qarang, sifatda. Voy, jonim. Yuvoshgina mana. Bolalar ham qaraveradi. O'ta yuvosh ekan. Xullas akalar, bo'yi 1.25. Mol zoti Mickey Mouse rosa tulayapti akalar mana. Tana. Ana shu bo'yinlar rosa tulayapti kana, o'sha hisobiga nima bo'libdi? Hop, nima deymiz endi? Narxi do'stim necha pulga sotasiz endi desam? Bahodir. Hop. Necha pulga sotasiz desam? Endi do'stim mo'jal bir 40 million demagandi. Yo'q. Endi olaydan odam ham deb ko'rib oladi-da, to'g'rimi? Narxi balandlik qilsa, ishqibozi chiqmaydi. Molni zoti zo'r lekin deydi. Sen hop, do'stim Zulkayshali yaqin qilib aytaman deydi, ishqibozi telefon qilaversin deydi. 35 million so'mdan hayriga o'tib beraman deyapti akalar. 35 million so'mdan o'tib ham beraman deyapti. Molni ko'ryapsizlar. Rossiya partiya mana ruh. Manzilimiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Chek qishlog'ida Bahodir do'stimizning xonadonida bo'ldik. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib kelishtirib beraveradi akalar. Dastavkasini kelishasizlarda muammo bo'lmaydi-yu. Xudo xolasa chiroyli qilib kelishtirib beriladi. Hop, mol o'ta cho'tki. Yeb ichishi sog'ligi joyida, molni yeyishidan boshqasidan nima sotib turib, qurilish qilyapti. Uyni buzyapti hozir. O'shancha olib chiqolmadi. O'sha qurilishga ishlataman do'stim. Dehqoncha mol bilan bitta sotaman deb keldim akalar. Shoshilib aloqaga chiqaverasizlar akalar. Sifatni qarang, sifatni.